Bu qism juda sokin boshlangan bo'lsa ham, aslida hamma narsa ichidan chirib bo'lganini ko'rsatdi. Eng qo'rqinchlisi shundaki, bu yerda hech kim endi faqat dardini yashirmayapti, aksincha o'z yarasini qurolga aylantira boshladi. Shu sabab bu qismdagi eng katta dahshat baland ovozdagi janjallarda emas, mehrga o'xshab ko'ringan nazoratda, kasallikka o'xshab ko'ringan hiylada, oilani saqlashga o'xshab ko'ringan bosimda edi. Va aynan shuning uchun bu qism keyingi portlashlar oldidan kelgan xavfli sukunat bo'lib qoldi. Nazokat atrofidagi sahnalar bir narsani juda ochiq ko'rsatdi. U endi shunchaki ranjigan ayol emas, u o'z alamini tizimli ravishda qaytarayotgan ayolga aylangan. Kasalxonadagi holati ham, o'zini ojiz ko'rsatishi ham aslida ojizlik emas, boshqaruv edi. U hammani joy-joyiga qo'yib olgan. Kim ofisda kuzatadi, kim erining ortidan xabar yetkazadi, kim unga ovqat olib keladi, kim nimani bilmasligi kerak. Bularning hammasi tasodifiy emas. Ko'pchilik shu yerda faqat uning gaplarini eshitdi, lekin eng muhim detal uning so'z ohangida edi. U qo'rqqan odamning ovozida gapirmadi, o'yin boshqalayotgan odamning ovozida gapirdi. Bu juda katta farq. Demak, nazokat hali yiqilmagan, aksincha yotgan joyidan ham taxtni boshqaryapti. Eng xavflisi esa Sodiqboy haqidagi gaplar. U avval hissiyotga beriladigan erkak bo'lib ko'ringan bo'lsa, endi asta-sekin o'z irodasini yo'qotayotgan erkakka aylanmoqda. Nazokatning istagi bilan harakat qilayotgan, unga yoqish uchun ortiqcha saxovat ko'rsatayotgan, hatto o'zi anglamagan holda avvalgi xatolarning badalini to'layotgan erkakni ko'ryapmiz. Bu esa keyingi qismlarda ikki narsaga olib boradi. Yo u butunlay nazokatning qovurchog'iga aylanadi, yo bir nuqtada o'ta kech bo'lsa-da dahshatli uyg'onish bo'ladi. Nazokatning har bir nafasi, har bir iltijosi, hatto sukutida ham bir hisob-kitob bor edi. U yig'lamadi, baqirmadi, faqat ko'zlari bilan gapirdi va o'sha ko'zlar bir narsani aytdi: men qaytaman, faqat qachonligi muhim. Bu qismdagi yana bir kuchli qatlam Afzal atrofidagi yashirin o'yinlar. Kimdir uning ortidan yuribdi, kimdir hisobdagi pul harakatlarini yashiryapti, kimdir esa to'g'ridan to'g'ri uning zaif nuqtasini qidiryapti. Bu yerda eng muhim detal pul emas edi. Eng muhim detal familiyaning tanish tuyulishi va gapning birdan qaynota tomonga burilishi bo'ldi. Ya'ni hujum to'g'ridan to'g'ri Afzalning o'ziga emas, uning tayanchiga qilinadi. Bu juda professionallarcha qurilgan tahdid. Dushman uni urish uchun avval suyangan devorni qulatmoqchi. Bu esa shuni anglatadiki, oldinda biznes mojarosi oddiy moliyaviy masala bo'lib qolmaydi. Bu oilaviy urushga, obro' urushiga va hatto qonun bilan bog'liq katta to'qnashuvga aylanadi. Ayniqsa qurilishga kamera o'rnatilgani bejiz emas. Ko'pchilik buni shunchaki nazorat deb ko'rdi, lekin serial bunday narsalarni tasodifan bermaydi. Kamera degani dalil, kamera degani keyin inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Demak, yaqin qismlarda aynan shu kuzatuv tizimi kimning halol, kimning o'g'ri, kimning xoin ekanini ochib beradigan asosiy kalit bo'lishi mumkin. Afzal esa hali bilmaydi. U ishonch bilan atrofga qarab, pul oqimini tartibga solayotgandek tasavvur qiladi. Lekin uning orqasida pichirlashayotgan ovozlar allaqachon bir rejani chizib bo'lgan. Eng achchiq tomoni shundaki, xoinlar uning eng yaqinlaridandir. Buni Afzal hali sezmayapti, lekin tomoshabon allaqachon tushuna boshlagan. Farhod va Nozima chizig'i esa bu qismning yuragini ezgan nuqtasi bo'ldi. Bu yerda gap shunchaki kelin-qaynona janjalida emas. Bu yerda ikki xil tushuncha to'qnashdi. Bitta tomonda oila degani sabr, bo'ysunish va ota-onani tashlab ketmaslik deb biladigan dunyoqarash. Ikkinchi tomonda esa homilador ayolning ruhiy tinchligi, sha'ni va alohida hayotga bo'lgan haqqi turibdi. Nozima bu qismda ko'pchilikka keskin, hatto hisob-kitobli ko'rindi, lekin uning ichida to'plangan charchoqni inkor qilib bo'lmaydi. U har kuni mayda gaplardan ezilgan, qadrsizlantirilgan, ustiga ustak endi ona bo'lish arafasida turgan ayol. Shuning uchun uning alohida yashash talabi injiqlik emas, omon qolish instinktiga o'xshab ketdi. Farhod esa shu qismda eng fojiali erkaklardan biri bo'lib ko'rindi. U xotinining ham, onasining ham gapida jon borligini tushunadi, lekin ikkisidan birini tanlashga ruhiy tayyor emas. Uning men yagona o'g'ilman degan ichki og'rig'i ham
Endi bolamiz bor degan haqiqat ham bir-birini yeb bitiryapti. Shu sabab uning ichida erkaklik, farzandlik va erlik roli urush qilyapti. Va bu urush hali tugamagan. Farhod uxlamaydi. Kechalari shiftga qarab yotadi. U onasining yig'isini eshitadi. Xotinining xo'rsinishini eshitadi. U ikki otash orasida qolgan o'tin kabi yonadi. Uning ichki ovozlari bir-biriga qichqiradi. Bir tomonda onangni tashlab ketma, u yolg'iz. Bu qism juda sokin boshlangan bo'lsa ham, aslida hamma narsa ichidan chirib bo'lganini ko'rsatdi. Eng qo'rqinchlisi shundaki, bu yerda hech kim endi faqat dardini yashirmayapti. Aksincha, o'z yarasini qurolga aylantira boshladi. Shu sabab bu qismdagi eng katta dahshat baland ovozdagi janjallarda emas, mehrga o'xshab ko'ringan nazoratda, kasallikka o'xshab ko'ringan hiylada, oilani saqlashga o'xshab ko'ringan bosimda edi. Va aynan shuning uchun bu qism keyingi portlashlar oldidan kelgan xavfli sukunat bo'lib qoldi. Nazokat atrofidagi sahnalar bir narsani juda ochiq ko'rsatdi. U endi shunchaki ranjigan ayol emas. U o'z alamini tizimli ravishda qaytarayotgan ayolga aylangan. Kasalxonadagi holati ham, o'zini ojiz ko'rsatish ham aslida ojizlik emas, boshqaruv edi. U hammani joy-joyiga qo'yib olgan. Kim ofisda kuzatadi, kim erning ortidan xabar yetkazadi, kim unga ovqat olib keladi, kim nimani bilmasligi kerak. Bularning hammasi tasodifiy emas. Ko'pchilik shu yerda faqat uning gaplarini eshitdi, lekin eng muhim detal uning so'z ohangida edi. U qo'rqqan odamning ovozida gapirmadi, o'yin boshqarayotgan odamning ovozida gapirdi. Bu juda katta farq. Demak, nazokat hali yiqilmagan, aksincha yotgan joydan ham taxtni boshqaryapti. Eng xavflisi esa Sodiqboy haqidagi gaplar. U avval hissiyotga beriladigan erkak bo'lib ko'ringan bo'lsa, endi asta-sekin o'z irodasini yo'qotayotgan erkakka aylanmoqda. Nazokatning istagi bilan harakat qilayotgan, unga yoqish uchun ortiqcha saxovat ko'rsatayotgan, hatto o'zi anglamagan holda avvalgi xatolarning badalini to'layotgan erkakni ko'ryapmiz. Bu esa keyingi qismlarda ikki narsaga olib boradi. Yo u butunlay nazokatning qo'g'irchog'iga aylanadi, yo bir nuqtada o'ta kech bo'lsa-da dahshatli uyg'onish bo'ladi. Nazokatning har bir nafasi, har bir iltijosi, hatto sukutida ham bir hisob-kitob bor edi. U yig'lamadi, baqirmadi, faqat ko'zlari bilan gapirdi va o'sha ko'zlar bir narsani aytdi: men qaytaman, faqat qachonligi muhim. Bu qismdagi yana bir kuchli qatlam Afzal atrofidagi yashirin o'yinlar. Kimdir uning ortidan yuribdi, kimdir hisobdagi pul harakatlarini yashiryapti, kimdir esa to'g'ridan to'g'ri uning zaif nuqtasini qidiryapti. Bu yerda eng muhim detal pul emas edi. Eng muhim detal familiyaning tanish tuyulishi va gapning birdan qaynota tomonga burilishi bo'ldi. Ya'ni hujum to'g'ridan to'g'ri Afzalning o'ziga emas, uning tayanchiga qilinadi. Bu juda professionallarcha qurilgan tahdid. Dushman uni urish uchun avval suyangan devorni qulatmoqchi. Bu esa shuni anglatadiki, oldinda biznes mojarosi oddiy moliyaviy masala bo'lib qolmaydi. Bu oilaviy urushga, obro' urushiga va hatto qonun bilan bog'liq katta to'qnashuvga aylanadi. Ayniqsa qurilishga kamera o'rnatilgani bejiz emas. Ko'pchilik buni shunchaki nazorat deb ko'rdi, lekin serial bunday narsalarni tasodifan bermaydi. Kamera degani dalil, kamera degani keyin inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Demak, yaqin qismlarda